Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1. qism. 2. bab. Rasulullah'a yalğan sözleşinin günahı kebir ekanligi to'g'risida. 2. hadis. Ali radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Men demagan narsani meni dedi deb menga yalğan so'zlamanglar. Menga yalğanni to'q so'zlagan kishi cho'qim do'zaxga kiradi." Ibn Majah to'plagan. Sahih. 3. hadis. Anas radhiyallohu anhudan sizlarga intayin ko'p hadis so'zlab berishimni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning undaq deganligi to'sib qo'ydi. Kim men demagan so'zni meni dedi deb menga qasddan yolg'onni to'qib chiqsa, u o'z o'rnini do'zaxdan ilib olsin. Ibn Majah to'plagan. Sahih. 4. hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq degan: Kim menga men demaganni dedi deb qasddan yolg'on so'zlasa, ya'ni yolg'on hadis so'zlasa, u o'rnini do'zaxdan ilib olsin. Yana bir xotirada u do'zaxga kiradi deyilgan. Bu hadisni Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Davud qatorliq 22 kitob Anas, Zubayr, Abu Hurayra, Khadija, Aisha, Abu Bakr, Abdullah ibn Zagbi, Abdullah ibn Abu Awfa, Azvan, Abu Kabsha qatorliq 68 sahabe radhiyallohu anhulardan to'plagan sahih mutawatirdir. Eng ishonchli hadisdir. Mutawatir hadisni inkor qiluvchi kafir bo'ladi. 5. hadis. Kufaning amiri Mug'ayyira Sa'id ibn Zayd radhiyallohu anhulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq degan: Haqiqatan menga yolg'on so'zlash boshqa biror kishiga yolg'on so'zlashga o'xshamaydi. Kim men demaganni meni dedi deb menga qasddan yolg'on so'zlasa, u o'rnini do'zaxdan ilib olsin. Ya'ni u do'zaxga kirdi. Bayhaqi Abu Ya'lami to'plagan. Sahih. Bu mazmundagi hadis barliq kitoblarda bor bo'lib, mutawatirdir. 6. Bu hadis yuqoriga o'xshashdir. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Mendan hadisni ko'p so'zlashni azar qilinglar. Men to'g'risida so'z qilmoqchi bo'lgan kishi haqiqatni, rostni so'zlasin. Kim menga men demaganni dedi deb tuhmat qilib, yolg'on so'zlasa, o'z o'rnini do'zaxdan ilib olsin. Ahmad Hakim to'plagan. Sahih.